Patsientlarimni ham davolab yotibman. Keyingi klientim ham keldilar. Mashalloh, qo'llaringiz dard ko'rmasin. Siz ne maqtanishni bilmaysiz. Maqtanishni bilmaydilar bu bir. Qaranglar. Limfani zo'r tozalaylar. Birinchi o'rinda qo'llari вообще sehrli. Masterlarning hammasini doimo o'qitadilar. Eng glavnisi bilib qo'yinglar. Tanaga shifoli qo'llalar. Men hozir bitta narsada o'zi tayyorlanib kelyotgandim-da. Qizimni o'qityapman-da hozir. Darslari shunaqa cho'tki bo'lyapti. Meni qizim har kuni o'zimni massaj qilyapti-da. Shunaqa zo'r natijalar bor. Hozir o'zlariga kelyapman. Endi ozgina aeroportdan chiqqandan keyin natijalar bo'ladi. Ya'ni limfam shuvdim. Mana hozir kelib o'zlaridan olyapman. Ertalabdan bir ketma-ket klientlar hammada shunaqa xursandchilik o'tizib Yo, alhamdulillah. men o'z ichimdagi gapimni gapirib bera olmayman. O'zim yo'l bo'yi gapirib keldim-da, ya'ni nimaga bular o'zlarini maqtamaylar, nimaga oddiy post qo'yadilar deb g'ashim keldi.